Kanalingizni monetizatsiyaga ulash uchun 4000 soat yoki 1000 obunachi to'plashda juda ham qiynalib ketayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Bugun kanalni monetga ulashishni eng qimmat ammo ishlaydigan usulini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Agarda qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qiling. YouTube'da targ'ibot funksiyasi bor. Siz ma'lum bir miqdorda pul to'laysiz va kanalingizdagi biron bir videongizni YouTube o'zi qaysidir bir davlat vakillariga ko'rsatib beradi. Ya'ni siz qaysi davlatdan ko'rarkan, kim ko'rarkan deb o'tirmaysiz. Aniq belgilaysiz, kimlar ko'radi, necha yoshli odamlar ko'radi, qanaqa mavzuga qiziqadigan insonlar ko'radi va YouTube bu ishni bajaradi. Nimaga? Chunki siz albatta pulini to'layapsiz. Xullas, agar bu video qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ring, kanalimizga like bosing, obuna bo'ling va biz boshladik. Unchalik cho'zib o'tirmayman, lo'nda va qisqa qilib tushuntirishga harakat qilaman. Demak, YouTube Studioga kirasizlar, kirganingizda pastda content bo'limi bor. Asosiydan keyin content keladi ko'rib turganingizdek, bu yerda esa targ'ibotlar bo'limiga o'tasiz. Targ'ibotlar bo'limida esa ko'rib turgan oynangiz ochiladi. Bu yerdan boshlashga bosasiz va hisobingizni so'rayapti bu yerda. Qaysi hisobni ishlatasiz? Ya'ni reklama yoqish uchun qanaqa hisob sizga qulay? Yangi hisob yaratasizmi yoki allaqachon ochgan hisobingizni ishlatasizmi? Sizlar xohlasanglar yangi yaratasizlar, xohlasanglar mabodo avval ochib qo'ygan bo'lsanglar, shuni ishlatasizlar. Masalan, meniki avvaldan bor va buni hozir sinab ko'ramiz. Keyingi etap, asosiy maqsadingiz nima? Bundan asosiy maqsad sizda auditoriyani kengaytirish bo'lishi mumkin, tomosha sonini oshirish mumkin, balkim yoki saytlarga tashriflar bo'lishi mumkin. Bu nima degani? Saytlarga tashrif, xohlasangiz auditoriyani Telegramga, xohlasangiz Instagramga havola orqali o'tkazishingiz mumkin yoki tomoshalarning sonini asosan prosmotriga ishlaydigan etapni siz bu yerda bosib qo'yib, aynan shunga yo'naltirishingiz mumkin reklamani. Yoki shunchaki obunachilarni ko'paytirib auditoriyani kengaytirishga ham bosib qo'yishingiz mumkin. Bizda kelinglar shuni tomosha sonini oshirishga bosamiz. Chunki bizga keraklisi mana shu. Saytlarga tashriflar esa asosan biznes egalari uchungina kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi etapga o'taman. Bu yerda eng asosiy etaplardan e'tibor berib turishingizni so'rayman o'rtoqlar. Xo'p, promo aksiyangiz qanday bo'ladi? Ya'ni siz qanaqa sozlaysiz buni degan bir savolni beryapti. Bu yerdan sizga kerakli videoni tanlaysiz, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Almashtirish bo'limi bor. Bizda 11 Labs haqidagi videomizni reklamaga qo'yib berishimizni imkoniyati turibdi yoki umuman boshqa videoni tanlash. Masalan, men biron bir boshqa videomni reklamaga joylamoqchi bo'lsam, reklama qildirmoqchi bo'lsam, shuni tanlab qo'yaveraman xohlagan bir videomni. Masalan, mana bu mushuklar haqidagi videom. Xo'p, buni tanlaganimdan keyin pastroqqa tushamiz. Pastroqqa tushganimizda sizni reklamangiz mana shunaqa holatda chiqadi deb taxminiy ko'rsatyapti. Ya'ni siz YouTube'ga kirganingizda oynada mana bunaqa qilib birinchi bo'lib yoki qidiruvlarda sizni videongizni birinchi bo'lib chiqarib berishadi. Chunki bu sizni pulingizni to'laganingiz uchun reklama sifatida yo'naltirilayotgan bir target funksiyasi. Xo'p, bu yerda nima qilish kerakligini, qanaqa bir o'zingiz xohlagan kontent tanlash kerakligini tushundingiz. Endi keyingisiga o'tamiz. Targeting bo'limida yanada juda ham muhim bo'lgan bo'lim bu. Targeting bo'limida siz qaysi davlatdan reklamangizni ko'rishni tanlaysiz. Masalan, bu yerda biz AQShni belgilab qo'yishimiz mumkin. Shu joyda bitta foydali ma'lumot aytib ketaman. AQSh summasi balandroq yuradi. Ya'ni siz AQShliklarga reklama bermoqchi bo'lsangiz, sal qimmatroq summa to'laysiz. Yoki undan pastroq etapdagi masalan Hindistonliklarga odatda reklama bermoqchi bo'lsangiz, sal arzonroq yuradi. Nisbatan albatta, juda arzon emas, nisbatan arzonroq yuradi. Masalan, hozir siz prosta aynan menga amerikaliklar kerak demasdan ozgina past ketib, prosta obunachi to'plab olish, shu monetni ulash uchun desiz, Indiyani belgilab qo'yishingiz mumkin. Bu yerda shunchaki biron bir davlat nomini yozsangiz, o'zi chiqarib beradi. Mana Hindiston. Hindistonni yozib qo'ydim. Pastda esa sizga bir so'rov beryapti bu yerda. Yevropa ittifoqi siyosiy reklamalari sizda bormi? Yo'q, bunaqasi bizda umuman yo'q. Shu sababli o'ylab o'tirmay yo'qni bosib qo'yaverasiz. Va bundan keyingi etapga o'tganingizda reklama budjetini so'rayapti. Ammo bundan oldin sizlarga yana bir narsani ko'rsatib ketaman. Pastroqda kengaytirilgan funksiyalar bor. Bu yerda siz reklamangizni faqat ayollar ko'rishini belgilab qo'yishingiz mumkin, yo ayol erkak birgalikda ko'rishini belgilab qo'yishingiz mumkin yoki qaysi
yoshdagi auditoriya ko'rishini ham siz bu yerda belgilab qo'yishingiz mumkin. Masalan, siz reklamangiz yoki umuman videoyingiz asosan yoshlar bob bo'lsa, yoshlar uchun atalgan bo'lsa, nishangiz asosan mana detskiy kontent qiladiganlar bor. Yoshlar ko'radi, kattalar qiziqmaydi. Bular 18 yoshli yo undan sal balandroqlarni belgilab qo'yishi mumkin. Xo'p, buni nima ekanligini tushunib oldingiz. Bu yerda esa qiziqishga belgilangan etab bor. Ya'ni siz auditoriyangiz yoki videoyingizni mavzusi qanaqadir qiziqishlarga aloqasi bo'lsa, masalan, men futbol yo'nalishi bo'yicha nimadir qilsam, shuni belgilab qo'yishim mumkin yoki pastda masalan men ingliz auditoriyasida bo'lganidan tashqari nemis tilida gaplashadiganlar ham videoyimni albatta ko'rsin degan ma'noda biron bir tilni bu yerda belgilab qo'yishim mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda nimalar borligini ko'rdingiz, qanaqa funksiyalar borligini, bularni hammasi sodda va oddiy, siz tushunib olishingiz qiyin emas. Keyingisi byudjetga keladigan bo'lsak, $200 taxminiy 45 mingta odamga videoyingizni ko'rsatib berishni va'da qilishyapti. Ammo shoshilmang. Sababi 45 mingta bu eng minimalniy ko'rsatkich. Ya'ni YouTube aytgan narsasini amalda bajarishi uchun adashmasligi va reklamani orqasidan heytlar ko'payib ketmasligi uchun eng minimalniy sonlarni belgilaydi. Ammo sizni videoyingiz yaxshi bo'lsa, sifati odamlarni qiziqtira olsa, yoki umuman olganda o'rtamiyona yaxshi sifatdagi video bo'lsa, shundoq ham bu 45 ming emas, 100 minglab, balkim 150 minglab ko'rilishi mumkin bo'ladi. Chunki bu yerda uzog'i mana 450 mingtalab odamga bu videoyingizni namoyish qilamiz degan va'dani beryapti. Bundan tashqari shunaqangi bir algoritm funksiyasi borki, agar sizni videoyingiz sifatli bo'lsa, bundanda ortiqroq, kattaroq auditoriyaga shundoq ham ko'rsatib yuboradi. Bu xuddi Instagram targetiga o'xshaydi. Bitta ko'tarilgandan keyin shundoq ham reklamani puli tugasa ham o'zi sekin-sekin ko'rilishi, boshlab yuborishi mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Tugash sanasi bu yerda reklamangiz qachon tugashini belgilab qo'yishingiz mumkin yoki byudjetini ham o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, siz $100 reklama yoqmoqchi bo'lsangiz, sal kamroq odamlarga ko'rsatadi, masalan 26 mingta, lekin 26 mingta ko'rsatmaydi 100%, kamida 50 ming, 60 mingta auditoriyaga buni ko'rsatishingiz mumkin. Bu kamu desanglar yo'q, kam emas, chunki auditoriyani o'zingiz belgilaysiz yoki umuman qaysi davlatlardan ko'rishini siz belgilaysiz va eng asosiysi kanalingizni ko'tarishda bu yordam beradi va shu summaga meni fikrimcha arziydi. Faqat videolaringiz original bo'lsa. Qayoqdagi bir tinga qimmat nishalarda buni sinab ko'rish maslahat bermayman. Original va yillar davomida sizga foyda keltirib turadigan bo'ladigan bo'lsa, kontentlaringiz shundagina maslahat beraman do'stlar. Qisqasi, qanday qilib bu yerda reklama yoqishni tushunib oldinglar. Etablari juda ham oddiy. Bundan keyingi hisob-kitob to'lovga borib taqaladi. O'zbekistondan turib viza orqali to'lov qilib turib reklama yoqishinglar mumkin. Bu yog'iga shaxsiy ma'lumotlar kiritilganligi sababli sizlarga ko'rsatib yotmayman, shundoq ham bilasizlar. Sizga bitta juda foydali ma'lumot berib ketaman, hafsalangiz pir bo'lib qolmasligi uchun, chunki bu juda muhim. Balkim bu ma'lumotni eshitgandan keyin yag'e kerak emas bu narsa deb yuborishingiz mumkin. Bu albatta sizning xohishingiz, chunki men buni oqlamayman, chunki qimmat, haqiqatda tan olish kerak, qimmat. Bu funksiyani ozgina arzonlashtirish kerak. Balkim biz O'zbekistonda turib yoqayotganimiz uchun qimmatroq ham bo'lishi mumkin. Xullas, agar siz reklama yoqsangiz, o'sha reklamangizni ko'rgandan keyin aynan o'sha videoni watch time sizni YouTube monetizatsiya shartlaringizga hisoblanmaydi. Lekin obunachi qo'shiladigan bo'lsa, o'sha video orqali u hisoblanadi. Masalan, siz 1000 ta obunachi yig'a olmayapsizda, 4000 ta soat yig'ib bo'lgansiz. 4000 soatdan muammoingiz yo'q, ammo 1000 ta obunachidan muammoingiz bo'lsa, bemalol yoqib obunachi to'plab olishingiz mumkin va ishontirib aytamanki, obunachi juda tez keladi bu nishalarda. Ayniqsa ko'ngilochar kontent bo'yicha reklama yoqadigan bo'lsangiz, unda odamlar tez-tez qo'shiladi, ayniqsa detskiy kontentlarda. 4000 soat yig'ishi keladigan bo'lsa, buni ham yo'li bor, chunki mana 100 minglab, 50 minglab auditoriya sizni kontentingizni ko'ryapti-da, kanalingizga qiziqib qoladi va ular sizni kanalingizga kirib turib, qanaqa videolar qo'yganingizni ko'rib chiqadi, qiziq kontentlar bo'lsa, ularni ko'rishadi. Boshqa videolaringizni ko'rgani hisobiga watch time yig'ilib boradi va u hisoblanadi. Faqatgina mana bu reklamadan kelayotgan ko'rishlarning soati hisoblanmaydi xolos. Agar shunaqa bo'lganida hamma shundoq pul evaziga kanalni monetga ulab olaverardi. Lekin buni afzal tomoni shundoq ham agar qiziqtira olsangiz, auditoriya kanalingizga yaxshigina qo'shilib watch time bilan obunachilar yig'ib berishadi.
Xulosa o'zingizdan foydalanish yoki foydalanmaslik sizni qo'lingizda. Agar haqiqatda yaxshi kontent qilayotgan bo'lsangiz, original bo'lsa, ertaga bloglanib ketib yoki umuman bir arzimagan daromad keltirib turadigan nishalarda ishlayotgan bo'lsangiz, bu siz uchun emas. Agar zo'r nishalarda ishlayotgan bo'lsangiz, ertaga monetka ulanadigan bo'lsa, oyiga $1000, $500 foyda olib keladigan bo'lsa, unda buni sinab ko'rishni men realniy maslahat beraman. Bu endi etapma-etap kimga kerakligiga qarab turib foydalanadigan funksiya. Buni Google Ads orqali qilish mumkin. Bu boshqacharoq bo'ladi, boshqa funksiyalari ham bor va unda sal arzonroq bo'lishi kerak bunga nisbatan. Xullas, shunaqa gaplar o'rtoqlar, buni yoqishni o'rganib oldinglar, Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ysanglar, bu bo'yicha yana qo'shimcha ma'lumotlar berib boraman va bizda YouTube ga aloqador boshqa nishalar darsliklari, qo'llanmalar tiqilib yotibdi. Kiringlar, qo'shilinglar, ko'rib chiqinglar. Telegram kanalimizning manzilini opisiya va kommentariyada qoldiraman. Mana Telegram kanalimizning holati, bizda kerakli ma'lumotlar, YouTube yangiliklari berib boriladi va meni shaxsiy lichkam bor. Bunga kirib turib yozadigan bo'lsanglar, tekinga YouTube bo'yicha bilim berishim mumkin. Ya'ni siz so'ragan bir savolga javob beraman, lekin bir umr yordam berib boraman deb va'da bermayman. Shunaqa gaplar. Albatta obuna bo'lib qo'ying, like bosing, biz esa hozir tugatamiz. Hammaga omad.